Akalar, chorva boqadigan akalarimizga juda tanish bo'lgan kasalliklar. Chorva boqmaydigan akalarimizga, endi yangi boshlaydigan akalarimizga eslatma. Bu kasalligimiz vezikularniy stomatit kasalligi deb ataladi akalar. Hop, buni hozir kerakli bo'lgan preparatlarni inyeksiya qilamiz. Molimiz 1 hafta 3 kunda tuzaladi. Xudo xolasa. Bunga antibiotik inyeksiya qilamiz akalar. Skulga. Va kasallangan molda akalar immunitet juda pastlashib ketadi. Bunga biz immunitet vasalaning immunitetni ko'tarishga o'zimizning tabiiy mahsulot immunobaza preparatidan inyeksiya qilamiz. Immunitetni ko'taradi akalar. O'zimizning mahsulot Toshbolta ota firmasidan. Bu kasallikda og'izlar, tillar, xo'p, lunjlari yallig'lanib ketadi molimizning akalar. Bunga yallig'lanishni tezroq bitkizish uchun bizda Oximax spreylari bor. Buni tarkibida oksitetratsiklin bor. Buni kuniga 2 mahal, 3 mahal sepilib tursa bo'laveradi akalar. Og'ziga, burunlarga tezroq bitkizishga yordam beradi ular. Samarasi juda kuchli. Tashqi yaralarni bitkizishga juda foydali.